Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz o'qish darsi. O'qish darsida dam olish daqiqasi vazifasi maqsadida sizlar bilan liderni topib o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning sharti shundan iboratki, demak, bitta o'quvchi tanlanadi, u eshikning orqasida turadi. Qolgan o'quvchilar esa o'zi uchun bitta lider tanlaydi. O'sha lider o'quvchi harakatlari bilan boshqalarni boshqarishi kerak bo'ladi. Xo'p, o'zimiz uchun lider tanlash uchun tanlagan o'quvchimiz demak eshikning orqasiga chiqadi. Nizomjon orqaga chiqib turing. Liderimiz demak, liderni tanlab oldik. Islomjon joyingizga turing siz. Xo'p, endi mana shu lider o'quvchi har xil harakatlar qiladi. Harakatlarni o'zgartirganini o'rtadagi o'quvchi bilmasligi kerak. Tushunarli-a? Nizomjon o'rtaga kiravering bo'ldi. Xo'p, o'rtaga turing. Nizomjon, liderimiz kim ekan? Topasiz. Dilbar emas. Qani yana harakat qilaveramiz. Hali aytmaymiz, hali o'zim aytaman. Xo'p. Xo'p. Kim Nizomjon?